Olimlar matematik model yordamida hisob-kitob qilib, bugun insoniyatga taqdim etgan bu ma'lumot odamlarda har xil reaksiyani yuzaga keltiradi. Lekin barcha reaksiyalarni umumlashtiradigan bo'lsak, ularni 4 ta toifaga bo'lish mumkin. Forumlarda ishtirok etgan geolog olim ularni ur, qoch, qotib qol deb nomladi. Ur toifasiga kiradigan odamlar asosan ma'lumotni inkor etishadi. Ular kommentariyalarda ma'lumot berayotgan odamlarni haqoratlashadi, so'kishadi. Sanlar o'zi kimsanlar, xudomisanlar? Bu faqat Allohga ayon va shunga o'xshash gaplarni yozishadi. Qoch toifasiga kiradigan odamlar hech narsani eshitishni istashmaydi. Darrov videoni o'tkazib yuborib, o'zlarini xayoliy olamlarda berkinib olishga harakat qilishadi. Bunday odamlar atrofda bo'layotgan voqealarga aslida mutlaqo befarq.